Amerika Kengash palata a'zosi Marko Rubio bilan Avam palata a'zosi August Filofker 15 dekabr Uyg'ur kishilik huquq embargolarini tekshirish qonun loyihasini o'ttirg'a qo'ygan. Bu qonunning maqsadi Xitoyning Haykang Shivi va Dahua qatorliq Uyg'ur irqiy qirg'inchilik chetishlik deb qaralgan shirkatlarning Uyg'ur kishilik huquq siyosiy qonunidagi jazo berish o'lchamiga tushadigan yoki tushmaydiganligini tekshirishgan. Parlament a'zolari mazkur loyihada Amerika Moliya Ministerligi va Tashqi ishlar Ministerligidan 30 kun ichida aloqador shirkatlarni tekshirishni talab qilgan. Bu shirkatlar Haykang Shivi, Dahua, Taydi va Beijing Genologiya instituti qatorliqlarni o'z ichiga oladi ekan. Xabar qilinishicha, fan texnika magnati Google oldin qayda Xitoy tashviqoti qilinadigan minglagan YouTube kanalini o'chirib o'tgan bo'lib, buning ichida 7599 kanal va 3 blog qatorliqlar bor ekan. Ma'lum bo'lishicha, bu YouTube kanallari va bloglarga ko'pincha muzika, ko'ngil ichish va turmush usuli to'g'risidagi Xitoycha axlat mazmunlar yuklangan. Shuning bilan birga, bularning ba'zilari Ukraina urushi, Tayvan Xitoy munosabati va Sharq Turkiston haqida Xitoy tashviqoti qilingan. Angliya parlamentining Tashqi ishlar komiteti 18 dekabr bir tavsiya dokumenti e'lon qilib, Angliya hukumatining Xitoyni Angliya uchun tahdid deb bekitishni talab qilgan. Dokumentda ko'rsatilishicha, Xitoy Angliya uchun nurg'un o'xshamagan qatlamlarda jiddiy tahdid paydo qilmoqda ekan. Dokumentda shunga Tashqi ishlar komiteti Angliya hukumatining universal siyosat baholash hujjatidagi Xitoy Angliya uchun sistemalik raqib degan ifodani Angliya uchun tahdid deb o'zgartirishni qo'llaydiganligini bildirgan. Dünya Bankası 2023-yildagi Xitoy iqtisodining o'sish mo'ljarini 4.5%dan 4.3%ga tuvallatdi. Banki e'lon qilgan bayonotida ichki va tashqi sharoitning Xitoy iqtisodining ojizlashishini keltirib chiqaradiganligi o'ttirg'a qo'yildi. Xitoy doiralari chekidan oshgan virusga qarshi turish tadbirlarini amaldan qoldirganligini e'lon qilib, bir necha kun o'tmayla virus sababli 2 kishining o'lganligi xabar qilindi. Xitoy Davlatlik Sahiya komiteti dushanba kuni Xitoy virusi sababidan 2 kishining qazo qilganligini e'lon qildi. Shuning bilan bir vaqtda Xitoyning yuqum va qazo qiluvchilar soni haqidagi ma'lumotlarning to'g'riliq darajasi gumon qo'zg'amoqda. Ukraina prezidenti Volodimir Zelenskiy o'z davlatida davomlashayotgan Rossiyaga qarshi urushda aktiv to'qinishlarning 1300 kilometrlik oldingi hisobda davom qilayotganligini e'lon qildi. Zelenskiy yarim kechada o'zining Telegram hisobida ham bahirlangan silliq uchur bilan ommaga xitob qilib, Rossiya bilan Ukraina o'rtasidagi qiziq to'qinishning davom qilayotganligini bildirdi.